hech qachon testosteron ukollarini umuman qabul qilmang. Pasientimizga savol kelgan, shu 3 yildan beri pastelda xohish kamaygan, deyarli yo'q. Mart oyida testosteron tekshirtirganimda 1.66 chiqdi. Urolog bilan maslahatlashmasdan turib Omnadren, ya'ni katta dozadagi testosteronni qabul qildim. Bir oydan beri umuman xohishim yo'qolib qoldi. Shunga bir maslahat bering debdi. Testosteron ukoli bemorlarimizga buni buyurmaymiz. Ayniqsa yosh bemorlarimizga o'zi testosteron ishlab chiqaradigan bezlar mavjud. Testosteron pasayib ketish sabablari, siz haddan ziyod jismoniy ish qilsangiz, testosteron pasayib ketadi. Yo bo'lmasa, umuman o'tiroq, ya'ni ko'p o'tirib qolsangiz ham shu testosteron ishlab chiqish kamayadi. Qonda testosteron kam tusha boshlaydi. Shuning uchun biz testosteron ukolini qildingizmi, bo'ldi, sizda o'sha spermatozoidlar tushib ketadi, o'zi organizmda testosteron ishlab chiqarish to'xtaydi. Siz o'sha olingan testosteron bilan 3-4 kun yaxshi bo'lishingiz mumkin, keyin umuman nolgacha tushib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun testosteron ukolini vrach ruxsatsiz olishga mumkin emas.